hovlilarni toza tutishlik, musulmon odam yashaydigan joyini pokiza tutishlikda katta hikmat bor ekan azizlar. Farishtalar eng yomon ko'rgan narsalardan bittasi badbo'ylikda. Badbo'ylikni, yomon yoqimsiz hidni, axlatni, mana shunaqa pokizasiz narsalarni farishtalar yomon ko'radi, u yoqqa kirmaydi. Keyin biz yuraveramiz, nimaga meni ishim yurishmayapti, nega rizqim bo'lmayapti, nega baraka yo'q? Axir nopok uyda qanday baraka bo'lsin? Chunki bizni rizqimizga duo qilib turadigan farishtalar kirmayapti-ku uyimizga. Farishta doim duo qilib turar ekan, har kuni mana shu sohibni, uyning egasini haqqiga duoda bo'ladi azizlar. Biz o'sha duoda bardavom qilmoqligimiz uchun pokiza qilib turishimiz kerak uy joylarimizni. Ana o'sha pokiza bo'lganda inshaalloh u joyga farishtalar kiradi. Farishta badbo'ylikni yomon ko'radi.